Sharq Turkistonda ota-onasi yig'ilish lagerlariga qamalgan yana bir bola to'nglab o'ldi. Ota-onasi Xitoy jazo lagerlariga qamalganlikdan igicha qisqalgan va to'nglab o'lgan bir bolaning jasadi O'stang bo'yidan tepildi. Ommaviy taratqularda e'lon qilingan bu voqeaning Xotan viloyatining Lop noyasida yuz berganligi ilgari surildi. Xitoy Sharq Turkistonda millionlagan kishini jazo lageriga qamab, 100 minglagan bolaning igicha qisqilishiga sabab bo'lmoqda. O'tgan yili 12 oydami Qarqash noyasining Zavoyisida Rahmatulloh ismli bir kichik bolaning eriqda to'nlab qolgan jasadi tepilgan edi. Türkiye Tashqi ishlar ministri Çavuşoğlu Uyg'urlarning vaziyatiga sukut qilishimiz mumkin emas dedi. Türkiye parlamentida so'z qilgan Çavuşoğlu Uyg'urlar haqida to'xtaldi. U 2 hafta ichida Jiddida va bir qancha kun burun Rabatda ochilgan Islom hamkorlik tashkiloti yig'inida bu masalani bevosita o'tirg'i qo'ydim. Bu butun islom dunyosi va islom hamkorlik tashkilotining mas'uliyatidir. Biz bu masalani qat'iy nazardan soqit qilmaymiz. Cumhur Reisimiz oxirgi ziyoratida bu masalani Xitoy davlat raisiga yetkazdi. Xitoy davlat raisi Turkiyadan bir hay'atni taklif qildi. Ammo biz hay'at kimlar bilan ko'rishidi, nega boradi degandek rasmiyatlarni emas, balki haqiqiy ahvolni aniqlash uchun nalarga berishi, qanday yig'inlar o'tkazilishi kerakligini aniq belgilab bo'lgandan keyin hay'atimizni avatimiz. Xuddi Qrimga avatganga o'xshash. Qrimga avatgan kishilarimiz u yerdagi haqiqiy ahvolni aniqlaganga o'xshash dedi. İqtisadi ve ijtimoiy tadqiqotlar markazi tarafidan o'tkazilgan 28-navbatli xalqaro musulmon jamiyatlar birligi yig'inida islom dunyosining vaziyati muzokara qilindi. Yig'inda so'z qilgan Turkiya Cumhur Raisi Oliy Kengash komitetining a'zosi Boland Arnich Xitoydagi Uyg'ur qarindoshlarimiz uchrayotgan zulmga qarata hukumat ovozini bek chiqarmagan bo'lishi mumkin, ammo biz chiqara olamiz. Hammasi Xitoydan qo'rqadi. Zo'r bir iqtisodiy kuchi bor deb qaraydi. Biz musulmon jamiyatlar birligi bo'lganimiz uchun hech bo'lmaganda yig'inning xulosa dokladida biz Sharq Turkiston, ular bo'lsa Xinjiang deydigan Xitoydagi qarindoshlarimizning ahvolini tilga olaylik dedi. Yig'inga Sharq Turkiston tashkilotlar birligining vakillari qatnashdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Mesut Özilning Uyg'urlarni qo'llagan uchurga inkos qaytirib, uni Sharq Turkistonga kelib amaliy ahvolni ko'rib ketishga chaqirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Geng Shuang Uyg'urlarning majburiy yig'ilish lagerlariga qamalganligini inkor qildi va ularning baxtli yashayotganligini ta'kidladi. Bayonotchi Geng Shuang bir muxbirning Mesut Özil haqidagi savoliga biz Özil apandining fursat bo'lsa Xinjiangga bir kelib ko'rib ketishini qarshi olamiz deb javob berdi. Sharq Turkiston Madaniyat va informatsiya markazining raisi Abdujalil Qarqash apandi Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning vaziyatiga ko'ngil bo'lmagan ommaviy tashkilotlarga xitob qilib, biz sizlarning diniy va milliy qarindishinglar emasmi dedi. Germaniyadagi turk ommaviy tashkilotlari Duisburgga joylashgan Sharq Turkiston Madaniyat va informatsiya markazini ziyorat qildi. Islom dunyosi milliy qarash tashkilotining Düsseldorf sho'ba raisi Bayram Qilish ziyoratda so'z qilib, Uyg'urlar uchrayotgan zulm va bostirishlar haqida to'xtaldi. O Sharq Turkistonning yolg'iz emasligini, burunqiga o'xshashlar har vaqt yendi ekanligini ta'kidladi.